Azizim, siz aytishingiz mumkin, nima uchun olib boraman onamni u yerga? Men o'zim eng zo'rlarga, sayohatlarga, haj umralarga, eng zo'r sanatoriylarga olib borishga qurbim yetadi. Olib boraman deysiz. Olib boring jonim mani, olib boring. Onangizni duosini oling. Lekin sanatoriy 10 kun, sayohatlik bor, nari borsa 2 hafta, hammasi 365 kunni to'ldira olmaydi. Qaysidir kunlarda onangiz baribir zerikadi, eski alamlar esga tushadi, xotiralarni eslagilari keladi va o'zlari tengi insonlar bilan chaqir-chaqlashgilari keladi. Har bir xil odamlarni ko'rish, bir xil sharoitda bo'lish yosh katta insonlarni xotirasiga, salomatligiga aks ta'sir qiladi. Aynan bugungi kunda avj olayotgan demensiya kasalliklari, Alsgeymer kasalliklarini asosida o'sha yolg'iz qolib ketishni ham asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Bu yerda muloqot bor, bu yerda o'zlari tengi ayollar bor, bu yerda yangi tarixlar bor, yangi voqealar bor, yangi tanishuvlar bor. Shunday joyga hamma sharoitlari bor bo'lgan, jonini qoqib berayotgan, jonini fido qilayotgan insonlar jamoasi bor joyga onangizni olib kelmaysizmi? Bir marta bo'lsa ham olib keling. Ishonchim komil, ularga juda ham yoqadi. Yoqqanida hali biz u joylarga sig'dira olmay qolishimizga ham ishonaman. Chunki har bir ona jami yaxshiliklariga, jami qulayliklariga, afzalliklarga munosib. Xususan sizni onangiz ham olib keling azizimga, azizim.